Bir joydan ikkinchi joyda paydo bo'lib qoladigan переходni ko'rsatib bering. Juda ham oson. Buning uchun bizga ikkita kadr kerak bo'ladi. Birinchi kadrda shunaqa xuddi nimadir o'tkazayotgandek barmoqlarimiz bilan ko'rsatib, oxirida bitta bosib qo'yamiz. Ikkinchi kadrda esa boshqa bir joyda shunchaki video olamiz. Keyin esa CapCut ilovasiga kirib, o'sha ikkita videoni ketma-ket joylashtirib olamiz. So'ngra Google ga kirib Blue Rectangle Banner deb yozib olamiz. Ko'k to'rtburchak bannerlarni chiqarib beradi. Bittasini tanlaymiz va saqlab olamiz. Keyin CapCut ga qaytib, naложение tugmasi orqali o'sha tanlagan to'rtburchakni ustiga bosib, ekranga chiqarib olamiz. Va pastda kerakli trekni belgilab olib, ikkita ключевой kadr qo'shamiz. Birinchi ключевой kadrni belgilab turib, tepadagi to'rtburchak bannerni tepaga chiqarib yuboramiz. Shunda mana shunaqa effekt hosil bo'ladi. Endi esa pastda skleyka bo'limini tanlab, u yerdan filtr bo'limini tanlaymiz. Shunda mana bu bannerimiz neon effektini beradi. Keyin Google ga qaytamiz va kerakli xaritani nomini yozib, Google dan skachat qilib olamiz. CapCut ga qaytib, naложение tugmasi orqali xaritani ham joylab olamiz. Xaritani orqa foni borligi uchun udalить fon orqali, быстрый kist orqali orqa fonni o'chirib oldim. Xaritani bannerni ustiga joylashtiramiz va kichraytirib moslab olamiz. Xaritani belgilab, skleyka tugmasi orqali tвердый bo'limini tanlaymiz. Keyin xuddi bannerdagi kabi ikkita ключевой kadr qilib olamiz. Xaritaga ham va birinchi ключевой kadrda xaritani tepaga chiqarib yuboramiz. Xarita va bannerni harakatlantirayotganda albatta barmoq harakatlariga moslab olamiz. Videoda ikkita xaritadan foydalanganman. Ikkinchi xarita va bannerni ham xuddi birinchidagidek qilib olamiz. Va nihoyat birinchi joydan ikkinchi joyda paydo bo'lib qolishi uchun ikkita video orasidagi переходni amalga oshiramiz. Buning uchun animatsiya bo'limini tanlab, u yerdan искажение ni tanlaymiz va память 1 ni bosamiz. Va bizda mana shunaqa ajoyib video tayyor. The type of shit I'm on, you wouldn't understand. The type of skits I'm on, you wouldn't understand. Big dog business.